Vitiligo, ya'ni oqdog' kasalligini tabletka ichib 2-3 xil mas surtib davolab bo'lmaydi. Chunki bu murakkab autoimmun kasallik. Ria Center shifo klinikasida oqdog'larni qanday davolaymiz? Bu videoda shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bemor bizga murojaat qilgandan so'ng dastlab ularning shikoyatlari va dog'lari to'liq tekshiruvdan o'tkaziladi. Bemorning dog'lari mana shunday wood lampa orqali tekshirib ko'riladi va bundan tashqari oqdog'lar aniqlangandan so'ng dog'larni keltirib chiqaruvchi sabablari to'liq o'rganib chiqiladi. Barcha tekshiruv natijalari chiqqandan so'ng bemordagi shu o'zgarishlarga qarab davolash rejasi tuziladi va shu reja bo'yicha davolash muolajalari boshlanadi. Oqdog'larni davolashda biz mahalliy oqdog' sohalariga mezoterapiya usullari, eksimer lazer yordamida ultrabinafsha nurlarni yuboriladi. Ultrabinafsha nurlari 300 nm 311 apparatidan va Frax SO2 apparatidan foydalaniladi. Quyidagi muolajalardan maqsad terida yangi melanosit hujayralarini hosil qilish va ularni ishini yana aktiv holga keltirishdan iborat. Shu bilan birgalikda oqdog'larni davolashdan tashqari tekshiruvlar natijasida chiqqan barcha ichki organlardagi kasalliklar va muammolari to'liq bartaraf etiladi. Sababi oqdog'larni keltirib chiqaruvchi asosiy sababchi bu ichki organlar faoliyatini buzilishiga bevosita bog'liqdir. Bir kurs davo muolajasi o'rtacha 10-15 kun davom etadi va shu bir kursning o'zidayoq bemorlarda dastlabki natijalarni, red pigment dog'larini ko'rishingiz mumkin. Bu videoni chiqarishimizdan maqsad boshqalarni mahsulotlarni yomonlash emas, balki oqdog'larni davolashda to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri davolash kerakligini ko'rsatib berdik. Vitiligoni davolash narxini bilish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib bepul konsultatsiya oling yoki podrobniy tugmasi orqali o'z ma'lumotlaringizni qoldiring.